Biz Kenallık 10 akuka, kulumuz Yusuf'ni Zar oğlu Malik'a 18 dirhemge sattık. Birden bir şartımız, onun qaytib kelmesligi üçün onu Misirga yoki uni texmi yiroq bir yerga olib ketish kerak. Lavi bilan Shamon bu maktubga imzo qo'yibdi ekan. Bu Shamonning pochirkisiga o'xshaydi ekan. Shamon degan qaysinglar? Men shu. Hazratlari, bu mundaq ish. Bizning uyda ish qilmaydigan o'rin bir qo'lning balisi bor edi. Uni majbur holda Malik ismli birisiga setib atgandik. Shubhisizki, uningdan qutulish uchun uni satgan. Shunglashqa bu hujjat shu davrga tava, shu vaqt yozgan. Bunyamin, bular nim deyishyapti? Yo'q, hazratlari. Bizning hech qachon unda qo'limiz yo'q edi. Hozirmi yolg'on so'zlashdan voz kechmabsizlar? Bu hujjat Zulayxa xonim va sizning yaningizda nima ish qiladi? Hujjatni Yusufdan men olgan. Bu hujjatni karvonlarga setilgan Yusufdan men oldim. Bilishinglar kerak. Bizning hamma ishdan xabarimiz bor. Sizlar qandaqsiga hammani bilasizlar. Mening hech ishongim kelmayapti. Bu jondan angladim. Bu jamni taniydigansizlar? Bunyaminning yukining orsidan tepilgan jammi shu? Bu jam men bilan so'zlashidi. Bu jam so'zlayalamdi. Bu ovoz menga hammani eslatdi. Aytib berganlarni sizlarga so'zlab berishimni xohlamsizlar? Jam Yusufni qarindoshlari urdi va og'ir yaralandirdi deydi. Jam uni o'ldirish niyatiga kelgan edi. Ammo Lavi tusib oldi. Uni quduq tashladinglar va dadanglarga Yusufni bo'ri yedi demoqchi bo'ldinglar deydi. Men sizlarning bir qonliq ko'ynakni akilib, dadamga uni bo'ri yedi deganinglarga shohid. Bularning hammasini Bunyamin sizga deb beribdi. Bularning hammasi yolg'on. Hammasi yolg'on. Yo'q. Jam to'g'ri aytdi odilari. Jam bizning iflosliklarimizni aytib beryapti. Qo'ying, aytib bersin. Anglaymiz. Anglaymiz odilari. Qarindishinglarni quduqdan chiqargan karvonga 18 dirhamga sotdinglar. Ininglarni qul qilish uchun avatdinglar. Ammo uning o'zi xolab ketganligidan xabaringlar yo'q. O kelgusida cho'ng bir mas'uliyatning o'zini saqlayotganligini obdan bilatdi. Karvonlar Yusufni bog'lab, qul qilib bu yerga, ya'ni Misrga akeldi va uni qul bozorda sotdi. Ben Malik. Yusufni men quduqdan chiqargan. Uni men setib olgan. Isinglar bormi?
ijozat bersangiz, bu jamning oxirgi gaplarini men aytib beray. Misr azizi Potifar Yusufni setib oladi va oxirida uni ayoli Zulayxoga hadiya qiladi. Yusufni sizga hadiya qildimi? Shundoq. Men yillarcha Yusufning xo'jasi bo'ldim. U mening sariyimda cho'ng bo'lib yetildi. Men mislarga o'xshash uningga zulm qildim. Uningga qasd qilib zindonga tashladim. Allah gunohlarimni mag'firat qilsin. Yusuf 12 kishi zindonda yotdi. Yillarcha azob uqubat chekdi va tosh o'choqlarda ishladi. Bu ahvol podshoh Akhenaton oliylarining tushlarini butun Misr tabirchilari tabir berishga kuchi yetmagan vaqtgacha davomlashdi. Men Yusufning buyuk bir tush tabirchisi ekanligini bilatdim. Bir qatim mening tushimga intayin yaxshi tabir bergan edi. Misr podshohining tushini Yusufga aytib bergan edi. Umu intayin uyg'un holda tabir berdi. Yusufning podshohning tushiga tabir berishini ham uning zindondan qutulishiga va Misr xalqining qahatchilikdan qutulishiga sabab bo'ldi. Yusuf payg'ambar mening erim. Manasa bilan Afroyim ikkimizning bolasi. Şuna Yusuf hazır Misrning azizi bo'ldi degan gap. Shundaqmi? Acaba sen rastlı bizning ukimiz Yusuf mu? İnimiz Yusuf Misr azizi shundaqmi? Bizning Yusuf shundaqmi? Shundoq. Men Yusuf. Bu inim Bunyamin. Biz dadimizning izbosari bo'lishini xohlamagan, payg'ambarlik vazifasini ustiga elishini xohlamagan inimiz Yusuf sen shumi? Shundoq. Men shu Yusuf. Allohning yordami bilan bu martabaga erishdim. U sabr qilgan va taqvolik yo'lini tutgan qo'llarining amallarini bekor qilib etmaydi. Ko'ryapsan. Ko'rib turibsanki, boshlarimiz tushgan o'zimiz xijolat turibdimiz. Bizga nima qilmoqchisan? Qarindoshni quchoqlab suyishdan boshqa yana nima qilsin? Biz sening akalaring edik. Nima qilsang buncha ola zulm qildik Yusuf? Men o'tmishni unutdim. Quduqning ichidagi vaqtimda sizlarni kechirib o'tgan edim. Ammo men afu qilishni xohlamayman. Yusuf, biz senga ko'p zulm qildik. Lekin sen bizni jazolamsan. Bu afu qilishing meni o'ldirdi. Bu afu qilish bizga berilgan eng chong jazo. Sana yalvaramiz, bizni jazolagin. Men o'zimni jirkidaman Yusuf, o'zimni jirkidaman. Sen berdiğin ceza, sen bergen ceza belki günahlarımızı azaltışı mümkün. Bu afu qilganing qanday cezadimi eğer Yusuf? Bizni jazolagin, bizni kechirmasligin kerak. Haqiqatan jazolanishni xohlamsan? Shundoq ko'zimning nuri bo'lgan qarindishim. Agar sen meni jazolamasan, men o'zimni jazolayman. Bo'ladi-amsa, jazolanishni xohlasang, oldiga chiq. Yusuf, senden ötüney.
Men hech qachon sen va boshqa akalarimga adovat saqlamadim. Allah'a qasam bo'lsinki, bundan egri bir jazoda jazolanmasdim. Agar shuncha gunoh o'tkazibmi jazolanmay qolsam, o'zimni o'ldirib olishim mumkin. O'zimni halok qilaman. Allah ishqida menga bir jazo bergin. Qandoqli bo'lmasa menga bir jazo bergin. Men qarindoshlarimning sog'dim qilganligini ko'rib turib, o'zimni chiqarmadim. Og'zimni yumgan payti dadamni bo'shsani yushurdim. Buyurg'in, meni parchalamassin. Meni qamchilashga farmon qil. Shayton vasvasasi va bu vahshiylik qamchilanib jismimdan yo'qolsin. Bu nomus meni halok qiladi. Bu nomus meni o'ldirdi, Yusuf. O'zini tutib ol, aka. O'rnidan tur. Bugungacha sizlar bilan bir qancha qatim uchrashdim. Talay qatim sizlarni quchoqlab, uzun yillik judolikning o'rnini to'ldirishni orzu qildim. Ammo buni qilolmadim. Menga ruxsat qilinmadi. Menga ruxsat qilinmadi. Men bugungi kunni kutgan edim. Men butun vujudim bilan qarindoshlarimni yaxshi ko'raman. Bunda qilmagan aka, meni xijil qilma. O'rningda tur. Agar akalarimni xijil qilgudek biror ish qilib qolsam, Allah meni kechirmasin. Ey Allah'ım. Görüvatıdığan sen, men günah kıldım. Men zulüm kıldım. Ama Yusuf hıcıl buluvatıdı. Bizge okşaş zalimla. Bu kılınağımı. Görüvatam sen Yahuda. Bundak uluq bir kişini biz qanchalik ranjitdik. Bularning hammasi o'tib ketgan ishlar. Mimi Sabo. Biz fakat sizni azaplamadık. Dadamның tatqan azapları siznikidan neçesi ağır. Onun o'rnini endi qandaqmı to'ldiramiz? Biz qandaq qilamiz? Agar u bizni afv qilmasa, biz qandaq qilamiz? Tövbe qilsanglar, dadamız sizlarni cho'qim afv qiladi. Nemişki bu judolik og'irlashmadi? Bu hijron nemişki shuncha yil usrab ketdi? Meningcha ajdodimiz İbrahim ve İsmail vaqasi qayta takrorlandi. Dadimizmi qayta İsmaillarni qurbon qildi. Shunga mush sababdan Allah İsmaillarni uningga qaytirib bermoqchi. Efendim. Bu ko'ynakni dadimizga kim olib berdi? Ben. Dadimizning ko'zlarini echishni g'alba qilsang, xatolig'ining bir qismini to'ldirgan bo'lasan. Qo'lidan kelgan bo'lsa kashki. Ammo bu mumkin emas. Allohning irodasi mumkin bo'lmaganni mumkin qiladi. Qani turinglar. Bu ajdodimiz İbrahimdan İshaqqa, uningdan keyin dadimizga va menga miros qolgan bir ko'ynak. Lavi, yo'lga chiqib,
buni dadamga yetkizgin va yuz ko'zlariga surtgin. Allohning irodasi bilan dadamizning ko'zlari ochiladi. Bo'libmi uningga butun Isroil o'g'illarini elib, chorvalarni, narsa-keraklarni yig'ishtirib, Misrga yo'lga chiqishni aytdim. Misr podshohi Akinaton bilan paranglashdim. Sizlarni manfisda yaxshi bir joyga o'rinlashtiraman. Kushat Misrning eng yaxshi bir joyi. İsroil o'g'illari uchun bu yerda bir shahar bino qilmoqchiman. Malik, akamning safari uchun lozimli tayyorlikni qilgin. Allohga omonat. Allohga omonat. Dadamning ko'zlarining ochilishi. Tezroq mengib, uni Yaqub payg'ambarga yetkazgin. Allohga omonat. Xayr xo'sh. Shundoq balllarım. Dünya faqat Kanondilla iborat emas. Yana nurg'unlagan shaharlar bor. Dunyoda hokimiyat tutgan nurg'un podshohlik bor. Ammo shundoq bir kunlar keludiki, dunyoning birla hokimi va birla davlati bo'ladi. Dunyoning hokimi bo'ladigan kishi hech shubhisizki eng solih insondir. Uni boshquradigan odam kim cho'ng dada? Sen Shamunning o'g'li Jar, shundaqmi? Shundaq cho'ng dada. Bilmayman balam. Biladiganim faqat Allohning solih qullaridan biri ekanligimdir va men biladigan oxirgi payg'ambardan keyin davlatini qurdi. Oxirgi payg'ambarni tunumsiz cho'ng dada. Sen hiç bil, Bunyaminning o'g'li shundaqmi? Shundaq balam, tuniyman. Bütün payg'ambarlar uni tunuydi. Hammasi uning kelishidan xushxabar berish uchun kelgan. Uning ismi Muhammaddir. Muhammadmi? Shundaq, Muhammad. O tağam Allah'a kurban kılıngan İsmail'nin neslidendir. Niman çıkış bırak. Nimi degen mezzilik bırak bu. Muhammed'nin ismini zikri kıgallıktan geldi mi ya? Men Yusuf'ның едini purgandek boldum. Nim dediniz dada? Meni hergiz dadam sarang bop qalgan o'xshaydi deb o'ylamanglar. Men Yusuf'ның едini purdum. Yusuf yo'q tursa, uning idini qandaq purdingiz? Xatolashdingiz. Biz hech nimani purmadik. Yusuf 36 yıl ilgari ölgen tursa, onun purgını endi puravattamsiz? O ölmedi. Mening Yusuf'um ölmedi. Men hiç kaçan Yusuf'ni öldü deb qaramayman. Yusuf'um hayat. Bugünni unutmanglar. Men Yusuf'ning purgını purudum. Gipimni anladinglarmi? Men uni purudum. Men Yusuf'ni purudum. Biz ballarımız ve erlerimizden aşkısını oylavatdimiz. O yanala Yusuf'ni oylavatdı.
sizlarga oq yo'l tilayman. Rahmat. Kelarki qitimda sizlarni Yoqub payg'ambar bilan birlikda qarshi elishimizni umid qilamiz. Xo'sh, amisa. Allohga omonat. Allohga omonat. Allohga omonat. Allohga omonat. Oq yo'l bo'lsin. Oq yo'l Allohga bo'lsin. omonat. Yani görüşemiz. Görüşmek üzere. Beş yıldan beri Mısır'daki bu qahatchilik davamlashyapti. Agar yomg'ir yog'masa, Misr tugishidi. Nil quruptu. Yani 2 yıldan keyin yağmur yağıdı iken. Bu Yusuf'un xush xabari. Durust. Yaqinqi 10 kundan beri Yusufning hidini puravatidi. Bir atliq odam kelyapti. Bir atliq odam Kan'onga qarab kelyapti. Bir atliq odam Kan'onga qarab kelyapti. Bir atliq odam kelyapti. Bir atliq odam bu yoqqa qarab kelyapti. Bir atliq odam bu yoqqa qarab kelyapti. Bu akam Levi. Levi qaytib kepti de. Shundaq. Bu Levi, lekin nemishqa yolg'iz? Levi keldi. Xush kelding dada. Hoş bulduk oğlum. Salam sana dada. Levi, bu sen mi? Senden bekle ensirgen idim. Kögünümden bek hoşalman dada. Ben bu senden bek ensirgen edim. Yusuf'un idi kelyapti da. Yusuf bilan birga keldingmi bala? Özünü tutvağın dada. Hem yak. Yusuf'tan bir nişana geldim. Neyim belge? Qandaq bir narsa? Sizge Yusuf'un idine geldim dada. Kömüşrang, parqıraq köynek mi bala? Ha, dal özü şu. Ben onu tanıyman. Bu peygamberlik kendisidir.
Onunğa hürmet bilen qarışınlar gerek. Bu köynek ecdadım İbrahim'din İshak'a, onundan bana qalğan. Bu Yusuf'ның yenidi buluş gerek idi o. Onu nereden taptın? Bu köynekni bana Yusuf verdi dada. Yusuf mu? Yusuf mu? Nemi dedin oğlum? Hata anlap qalmağandı mən. Yusuf'umga nim boldi? Yusuf'ga hiç iş bo'lmadi. Biz Yusuf'ni tapdık. Enim Yusuf şu tapda Mısır'ның azizi. Mısır azizi bizning yo'qolib ketgan Yusuf'imiz dada. Dada. Ne buldunuz? Nim Ne buldunuz? buldunuz? Allah'ın peygamberi. Ənsirmənlə. Ənsirmənlə. Allah'ın peygamberi. Nim boldunuz? Sen yaxşımı dada? Undaqda onun özü qəni. Mən bu köynəkni əkilişinlardan qorxumən. İlgiri Yusuf'ның qallıq köynəyini əkəgən idinla. Amma özünü əkəmidinla. Bu qəddin bu Yusuf'ның köynəyini əkəpsilər. Amma özünü əkəməpsilər. Yusuf'u bile eklemeydim dada. Çünkü o Mısır'ның azizi. Bu köynəkni özüdün yıraqlaşdırmaslığını etqan idim. Nimişqi maňa bəgəndi o. Siz üçün onu özden jiraklaştırdı dada. Bu köynekten şifalık berip sizin gözlerinizde açdığanlığını etti. Bu köynək gözlərimə şifa boladı ikən. Yusuf'ның məndən üstün turduğanlığını etqan idim. Əgər üstün bolmagan bolsa, menin gözlərimə şifalıq bəmigən bolatdı. Allah, ey Allah'ım. Allah. Yusuf'um. Aşıqlıq nimiləgi qadir. Aşıqlıq nimiləgi qadir. Mübarək olsun Yaqub. 10 gündən beri Yusuf'ның puruqını puruğan idim. Həmməylə meni sarang bopdu dep oylağan idi. Ular aşıqlıq dünyasına dönüş. Yusuf'ның köynəgi sana 10 gün ilgiri əvətilgan idi. Yusuf'ның köynəginin puruqını 10 günlük yıraqlıqdan purudım. İlgiri Yusuf taşlanğan quduqның yenidən ötdü. Amma onun puruqını his qılmadı. Ondaqda nimişqa bugün həm şuncha uzaq yoldun. O günü peyğəmbərlik makamını bugünkidək idrak qılmagan idi. Demək to'g'ri tushunibdiman. Yusuf mendan ustun edi. Şundaq, sen bir pəriştədən ayrılıb qalğının üçün yığdın. Senin bu yığlaşların seni ilgirki makamыңdan teximi yüksek bir makamga eriştirdi. Peyğəmbərlik makamıga söygü bilen bağlanışdan közün açıldı. Dada. Gözünüz içilipti dada. Gözünüzdeki ak yuqulup Allah'a şükür. Men sizlarni ko'ryapman. Allah Gördünüz mü çeksin dada? şükür. Shundaq o'g'lim. Yusuf'ның bu köynəgi Allah'ның iradəsi bilan ko'zlarimga shifo berdi. İbrahimni Namrud'ның o'qidan saqlagan Allah köynək çeksiz ko'zlarimni saqaytanmasmı? Allah'a çeksiz şükür. Qarindoshlarımcha, sening qarindoshlarың qani? Ensirmang. Kiloda dada. Yusuf'imcha, Yusuf'imni ular bilan birga Yo'q kelaman. dada. Biz uning yeniga boramiz. Bütün cemaatimiz bilan birga boramiz. Ulug' Allohga cheksiz shukri. Allah'a çeksiz şükür olsun. Allah'ın peygamberi saqaydı. Yakup peygamberinin gözleri açıldı.
Men sizlarga demadimmi? Bu yerda dadam yo'q. Bu yer qayg'u kulbisi edi, ammo dadam hozir qayg'urmidi emasmi? Cho'qim dadamning ko'zi ochilibdi. Ondan uyga qaytibdi. Shundoq. Bugun keladiganliginglarni bilgachga sizlarni saqladim. Allohning salimi Yoqub payg'ambarga bo'lsin. Allohning salimi sangmi bo'lsin. Sizni qaytib ko'rganimdan baxushal bo'ldim, dada. Ko'zlaringiz ochilibdi. Ha. Rostda ko'ralar ekansiz. Akang Yusufning ko'ynigining mo'jizasi bu, o'g'lim. Allohning salimi Yoqub payg'ambarga bo'lsin. Allohning salimi Yoqub payg'ambarga bo'lsin. Allohning salimi sizlarga bo'lsin. Qaranglar dadamning ko'zlariga. Bizni ko'ralidi. Allohning payg'ambariga salom. Sizlarga salom. Mangayli. Haqliq. Bizni apu qilmaslikqa haqliq. Xushal emasmi siz? Xushalman. Ammo azob bilan o'tgan shuncha yillar meni aramida qo'ymaydi. Dadam beorom bo'lib atamdi. Bu intayin tabiiy. Dadam o'g'illarining qanchalik zo'r gunoh o'tkazganini bildi emasmi? Dadam nayt g'azabda. Allohga shukr aytamanki, akalarım o'tkazgan gunohga men sherik emasman. Sizlarga talay qitim tövbe qilinglar dedim. Sizlarga talay qitim rost gapni aytib, meni bu qayg'udan qutqizinglar dedim. Bilaman. Xatolik o'tkazganimizni, enimizga yomonlik qilganligimizni bilaman. Sizdan bizni afu qilib, gunohlarimizni kechirishingizni umid qilaman. Sizlardimi zolim va rahimsiz odamlar bormi? Sizlar avval mendan emas, Allohdan kechirim so'ranglar. Agar kishilar arsizda rasvo bo'lishdan qo'rqmagan bo'lsak, ilgirli e'tirof qilgan bo'lardik. Qog'ishingizdan qo'rqib, rost ishni yoshirishga majbur bo'ldik. Bo'lmasa aytgan bo'lardik. Qilgan ishinglardan Alloh xabardor edi, bolarim. Men yolg'iz qolgan chig'inglarda nimishqa Allohga tövbe qilmadinglar deb sizlardan so'rayapman. Bu ko'ynakni to'nimsizlar. Yusufning qonliq ko'ynagi bu. Men buni yolg'onchilik oshkorlangan kun uchun saqlagan edim. Numus qilmaysizlar. Dadanglarga nimishqa bunchalar zulm qildinglar? Yusufni bo'ri yedi degandinglar. Qandoq bo'ldi? Yusuf hayotgan. Yusufning sizlardan ustun ekanligiga to'salg'i bo'lmoqchidinglar, shundaqmi? Allohning irodasiga qarshi chiqishda numus qilmadinglarmi? Qani aytinglar. Yusuf bizni kechirdi.
Sizmi ulug'liq sifatingiz bilan bizni afv qiling. Shubhasizki, Allohmi bizni afv qiladi. 40 yilga yaqin vaqt meni azobladinglar. Mana endi bir qatim kechirim so'rash bilan afv qilishga erishmoqchimisizlar? Ketinglar, ketinglar. Bir mezgil tövbe qilmag'icha sizlarni hargiz afv qilmayman. Yana ularni afv qilmamsiz. Ular osonlikcha erishgan afvning qadrini bilmaydiganlar. Allohning ularni afv qilmasligidan qo'rq. Buni aman. Dadimiz seni bizdimi bekrak yaxshi ko'radi. Acaba bizga shafaat qilmamsan? Shafaat qilamdi. Senmi akangning yo'qligidan azoblanding. Buni bilamiz. Ammo bizmi sening akang-ku? Nemi demeksizlar? Yuragimda paydo qilgan yara va yillardan beri ko'zlarimdan eqitgan qonliq ko'z yoshlarimdan keyin sizlarni buncha oson afv qilishimni kutmanglar. Balkim vaqt o'tgan sari bu yara ko'nglim asta saqiyib qoladi. Dada, men Bunyamin. Ichiga kira. Dada, men shafaat uchun keldim. Sen nimişki onda kılısan? Bulanın sana, mana, Yusuf'ki qilganlarini nimişki buncha tezli unutup ketisen, ula bunun qadrini bilemdi. Esimde qeylishcha, akıllarimning o'tkazgan gunohlarning shaytonning vasvasi tufaylidan ekanligini siz burun bizga talay qaytin degan edingiz-ku. Şeytanın oyuncuğu buluş küçük günah mı? Şeytanı itaat kılış peygamber ballarına yarışamdı. Bu teximi ağır cazağı layık iş. Gidinler. Belki başka bir vakitte. Hazırç gidinler.
Yaqinqi 40 yildan beri besh kesilgan to'xudek yeningda titrapli yurdi. Akang uchun to'la yig'lab, ko'zlarimga oq tushdi. Ammo hech qaysisi menga ich og'ritmadi. Agar birli eg'iz gap qilgan bo'lsa, barliq azoblarim tugagan bo'ladi. Meni kechiring dada. Ular chim tutib olmagan bo'lsa, shafaat uchun kelgan bo'ladi. Dadangning bundoq muomalasining akalaringga foydali ekanligiga ishonaman. Shunisi aniqki, yaqinda bu judolik oxirlashadi. Dada, ko'chish buyruq bermamsiz? Akam Yusuf bizni saqlayotdi. Misrga baramdoq. Bütün cəmiyyətimiz, mal çarvalarımız, nərs keraklarımız bilan billə. Akam Mənfisga yaqin cho'ng bir ziminni bizga ayirib qo'yibdi dada. Atigan yo'lga chiqamiz. Hammanglar safarga tayyorlik qilib, yuklarini bog'lasin. Hammanglar yip-yangi kiyimlarini kiyib, oz to'la usti-beshini tuzashtirib olsin. Yusuf Misrliklarning oldida bizdan hargiz xijil bo'lib qolmasin. Uningga sening qavming namratgan demisin. Shandan dada, bizning ahvolimizdan namrat deb o'ylashi mumkin. Tayyorlig'ingni qil. Kenan xalqi uchun payg'ambarlardan ayrilib qilish haqiqatan qiyin. Agar yo'qolib ketgan o'g'lingiz Yusuf payg'ambarning ko'ngli bormagan bo'lsangiz, ketishingizga hargiz yo'l qo'ymagan bo'ladi. Biz uchunmi Kenandan va do'stlarimizdan ayrilish oson emas. Ammo bu Allohning payg'ambarining amri. Piravilla mamlakatida yashagan kishilar bo'lsa, birli Allohga e'tiqod qilmaydigan kishilar. Balkim Yusuf İbrahimning dinini yeyib, Misrda birli Allohga ishonishni umumlashtirmoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Allohning payg'ambari bizni unutmay, duo qilib turishini umid qilamiz. Allohga omonat. Allohga omonat.